Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimiz sal boshqaroq bo'ladi. Sababi anchadan beri yangi modellarni qo'ymayotgandim. Yetmagan ham bunaqa yuk tashiydigan avtomobillarimiz har xilidan kelibdi. Gaz balon deysizlarmi, uzunidan deysizlarmi, ana ikkita kabinkali deysizlarmi, xullas mikroavtobus deysizlarmi, marshrutka deysizlarmi, xullas любойdan bor. Xulosalar sortiment ko'p. Bularni mendan ham ko'proq yaxshi biladigan xodimimiz bor. Azamat bu bo'yicha har bittasini yaxshi biladi. Shuning uchun bugungi obzorimizda sizlarga azamat qilib beradi. Narx-navosi bo'yicha nomer qoldiramiz, telefon qilsanglar boshqa avtomobillarimizdan ko'ra chiroyli skidkalar, bonuslar bilan qilib berishadi. Keyrasizlar faqat skidkani telefonda aytma, Xudosi boshqa yo'llarda yaxshi qilib berishadi. Keyrasi Xudosi sovg'alar bilan zo'r qilib beradi. Azamat obzori davom ettiradi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi obzorimiz Shinare T30 qo'shbalon va Shinare T30 gazli va benzinli yakka balonni tushuntirib obzor qilib o'taman. Xo'p, bu modelimiz Shinare T30 qo'shbalon hisoblanadi. Oldi-orqa resor, 1.6 donus motor и 124 ot kuchiga ega. Ushbu modelimizda poni ichki koja, multimedia, ya'ni elektron usluning rullarigacha ham mavjud. И bu mashinamiz 5 talik mexanika korobka bo'lib hisoblanadi. 2 tona kitobi yozilgan, ya'ni dokumentga 2 tona kitob yozilgan. Общий hisobda 2,5-3 tonnadan ham ziyodroq ko'taradi. Resor qo'shsangiz ham bo'ladi. Resor misol uchun qo'shiladigan bo'ladi. Oldi orqa resor bo'lganlik hisobiga bunga baquvvatroq, ko'proq yuk ko'taradi va resor qo'shsangiz ham bo'ladi. Bort uzunligi 310 ga 172. Va eng oldi hisoblarda oldilarda galogen faralari, tumankalari, BMW qoraytirilgan BMW oblisovkalari mavjud. Hop, keyingi modelimiz Shinare T30 yakka balon benzinli va gazli. 80-20 xohlagan 30 olsangiz bo'ladi. Gazida zavodskoy gaz bo'ladi. Zavodskoy gaz bo'ladi. Xo'p, bunda ham galogen fara, BMW oblisovka, tumanka, kojinli sideniya, 1.5 donus motor, 115 ot kuchiga ega bo'ladi. Port uzunligi 315 ga 172 hisoblanadi. 2 tona kitobi yozilgan, 2 tonadan ko'proq ham ko'taradi. Orqa resor, oldi amortizator bo'ladi. Ikkalasi ham 100 kilometrga bor yo'g'i 8 litr rasxod qiladi. Bunga ham resor qo'shsangiz bo'ladi. Ikkalasining ham balon 14 hisoblanadi va bu mashinamiz bunga qaraganda hamma narsasi pashti bir xil, faqat dizayn keladigan bo'lsak, bunda monitor qo'shilgan va orqa zadni kamera qo'shilgan. Stoplari ham pashti bir xil. Rulida, rul dizaynida farqi bor ikkalasining o'rtasida. Buni restyling paytida bo'lib keldi. Restyling bo'lgani qanaqa deyiladi? Ya'ni monitor qo'shildi, kamera qo'shilib keldi. Hop, bundan keyingi obzorimiz Shinare T50 va T52 bo'ladi. Bundan oldin buni boshlang'ich to'lov, misol uchun buni boshlang'ich to'lov 52.500.000 so'm bilan benzinligini, gazligini 56 million so'mdan boshlang'ich to'lov olib chiqib ketsangiz bo'ladi va 4 yillik optimal variant olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz boshlang'ich 30% to'lab 5 yilga olib chiqsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz boshlang'ich 15% to'lab 3 yilga olib chiqsangiz ham bo'ladi. Hop, keyingi modelimiz Shinare T30 qo'shbaloni boshlang'ich 58 million so'm bilan 4 yilga optimal variant olib chiqib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz 30% to'lab bunda ham shunaqa variant 5 yilga yoki 15% to'lab 3 yilga ham olib chiqib ketishingiz mumkin. Bu mashinalarimizda to'liqroq bonuslari yoki boshqa ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bonuslarga keladigan bo'lsak, bonuslarni telefonda chiroyli qilib, xursand qilib sizni aytib beramiz. Mashina pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xo'p, keyingi mashinamiz T50 va T50S, ya'ni restyling pozitsiyasi. Bu mashinamiz 1.6 donus motor, 112 ot kuchiga ega bo'ladi. Faralari ham ancha qoraytirilgan dizaynda, tumanka, galogen faralari bor, oldi orqa resor hisoblanadi. 3 tonna kitobi yoziladi, lekin 3 tonnadan ko'proq ko'taradi. Sababi oldi orqa resor bo'lganligi hisobiga. Yonlarida parov, kojinli sideniya, elektron usluning rul, 5 dyumli displey va zadni kameralari mavjud. Ushbu avtomobilimiz bort qismi pashti 4 metrga 178 sm hisoblanadi. Resor qo'shib ham ko'proq 5 tonnadan ziyodroq ham ko'tarsangiz bo'ladi. Keyingi mashinamiz Shinare T52 gazli, ya'ni pashti S paket hisoblanadi. Bunda 60 talikdan ikkita hisoblanadi, gazi bunda 100 talikdan ikkita hisoblanadi va himoyalangan bo'ladi. T50 da, T52 da 60 talikdan ikkita hisoblanadi va bunda elektron usluning rul, 5 dyumli displey, zadni kamera va 5 kishilik ham oilaviy ham yuk uchun mo'ljallangan. Bu ham 1.6 donus motor, 112 ot kuchiga ega va bunda plyus tarafi oldi orqa resor, qo'sh balon va bort uzunligi pashti 3 metr va eniga 1.78 va 1.5 tonna ko'taradi.
yozilish bo'yicha, lekin 1,5 tonnadan ko'proq, misol uchun 3 tonnaga yaqin ko'tarib bera oladi. Xo'p, bu mashinalarimizda xohlasangiz benzinli pozitsiyasi bor, xohlasangiz gazli pozitsiyasi bor. Benzinligi ikkalasi ham 18.200, ya'ni TL va TL benzinligi ham 18.200. Hozirda skidkaga tushgan va T52 va TL gazli, ya'ni S paketda 19.200 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Bu mashinalarimizda boshlang'ich xohlasangiz 15% bilan 3 yilga, xohlasangiz 25% bilan 4 yilga, xohlasangiz 30% bilan 5 yilga xarid qilishingiz mumkin. Bizga obuna bo'lib, bemalol bunaqa mashinalarni ko'pini kuzatib borishingiz mumkin. Sizni Avtosentr avtosalonimizda kutib qolamiz. Manzilimiz Toshkent shahar, Sergeli 2-mavze, Chinor va Qipchoq metro bekatining yonidagi Avtosentr avtosaloni.